Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar hammalar? Yaxshi yuribsizlarmi? Ro'zalar bilan charchamayapsizlarmi? Mana shu Yunusobod tumanida joylashgan, Zenitga yaqin joyda joylashgan Hamkorobod mahallasida uyimni sotmoqchiman. Sal shoshilinchroq srochniy bo'lgani uchun narxi arzon. 20 ga 30. Ham yo tomon Zenit Afraganus Kazinkadan bu yoqqa ozgina 2 kilometrcha kelinsa, mana shu yoqdan kelinadi. Mana shu o'sha yoqqa chiqiladi o'sha tomonga. Mana bu tomonda Toshkent xalqiga Kalsivoy tomonga chiqiladi. Uyimizdan pasadi 20 ga 30. To'ppa-to'g'ri tep-tekis joy. Hech qanaqa aybi yo'q. Mana bitta fundament qo'yilgan. Qurilish qiladigan qilsa ham bo'ladi. Mana bu yoqda ikkita xona, bu yoqda bitta kichkina xona, oshxona, oshxonadan hammomga o'tiladi, hojatxona. Birinchi xonamiz mana birdan biriga kiradigan ikkita xona. Yon, eshikni ochib qo'ying. Mana ham bitta xona o'zi bu. Mana bu oshxona o'zi. Mana. Endi mana bitta hammom. Hammom. Hojatxona. Bu yerlar narxi 30 mingdan 35 minggacha ekan. Biz surishtirdik. Endi biz anaqa srochniy bo'lgani uchun 29.800 qo'yamiz. O'shanda 179 ming bo'ladi. O'shanda ham sunnatiga sal o't beramiz. Mana bu Chilonzor buyum bozori bo'ladi. Mana shu ichida uy bozor joylashgan. Endi bizning bitta ma'lumotimiz bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ro'za Ramazon kunlari hamma qo'ldan kelgan yaxshilikni qilyapti. Biz ham qo'limizdan keladigan yaxshiligimizni kim reklama qila olmayotgan bo'lsa, sotiladigan uylarini biz tekinga reklama qilib beramiz. Reklamaga chiqarib beramiz. Faqat sharti bo'ladi, uy o'ziniki bo'lishi kerak bo'ladi. Dokumentlarda muammo bo'lishi kerak emas bo'ladi. Sotiladigan uyni keyin haqiqiy sotiladigan narxini aytish kerak bo'ladi. Telegram kanalimizga tashlaylar. Hamma tashalganlarni Instagram, YouTube kanallarimizda qo'yib boramiz. Tekinga reklama bo'ladi. Bu bizning qo'limizdan kelgan yordamimiz bo'ladi.